391 kilo. Neç puldan baraka bo'ldi? 391 kilo. 91. Biraz baba herhalde. Kaç baba? Ha baba biraz. Tarazga neç puldan bo'ldi? Yo'q, yemadi. Endi. Necha? 375 kilo. Shunchaki tartilayotgan savdosi bo'ladi. Ne firibgar bilet. Necha deydi? Eskiler da. 380. Neç puldan bo'ldi aka? 52,5. 52,5 ming so'mdan 380 kilo. Bular ham shunda shunday. 52,5 dan. 307 kilo. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari. Bugun 12-aprel 2025-yil haftaning shanba kuni biz Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Oqtepa mol bozoridamiz. Aka chekar olib turasizmi? Aka qochdi. Aka dumini aylantiring. O'ta gigant buqalardan. Ana shuni aylantiring. Hech puldan bo'ldi taroziga? Endimi? Bo'ynidan aytarmaydi. Olmay turing videoga o'zini. Ketmaslik sizga. Aytaylik. Nega qarang? Oyog'ini uzayting. Yaxtan o'ting, oyog'ini uzayting. Qalta dedim, siz oyog'ini yopib qo'ydingiz ekanlar, qo'ydim. Hozir uzayting, jo'mas sal. Shuni bo'lish kerak. Sakkiz paylar geçilerden bu. Anne olsa geçilerken bozuldu öyle. Çarık sattın mı aldın mı? Aldım. Ayakla. Neç pul bo'ldi aka? 50 milyon. 50 milyon? Ha, 50 milyon so'm bo'pti. Mana shu buqamiz, hozir kilosini ko'ramiz. Hadi. Ana shunday qayerda? Asiste. Taraziga chiqmay qoldi. Ha, bo'ldi. Ana to'shlisini aytdi. 762. Shim o'qdi. 762. 61 kilo 600 gram. 62. 61 kilo. Boshda bo'lsa ne? 762 kilogram. 50 milyon so'mga baraka bo'pti. 762 kilogram juda bahaybat ekan. Necha? 50 milyon so'm. 762 kilo. Pulni berdilar. Sen beraman. Kaç.
Aka chekarib turingizlar endi. Taroziga 53 ming so'mdan baraka bo'pti, mana shu buqamiz. Az kilosini ko'ramiz. Necha deydi? 449 kilo. 53 ming so'mdan taroziga. Mana buqamiz 449 kilo 53 ming so'm taroziga. Mana hurmatli obunachilar, Grenford buqamiz mashalloh juda ham ajoyib boqdi, mana ustilarini qarang. 56,5 ming so'mdan taroziga baraka bo'ldi, az taroziga olib chiqamiz. Bo'yim bilan tana bir xil bo'lib ketgan. Taroziga ketdi. Grenford buqamiz. O'tib ketsin, o'tib ketsin. 56,5 ming so'mdan taroziga ketdi buqamiz. Maşallah. Yapın yapın. Nechi kilo tog'a? 28 kilo. Nechi kilo? 628 kilo 56,5 ming so'm. Beniki. Yetishtiray demeyi. Çık. 628 kilo 56,5 ming so'm. Mana shu sementalcha 15,5 ga ketdi. Bizda ham olib qo'ydi. Avaz akaga, ha? Vodiyga ketdi 15,5 million so'mga. Nech pul so'rayapti aka shuni? Mana shu novoschamiz 14 million so'rayapti ekan. Bo'ylari 1.10 atrofida. On 13,5 million so'm so'rayapti ekan mana shu buqani bozor. 13,5 million so'm. On 13,5 so'rayapti dedingizmi? Nech so'rayapti aka buni? Aka. Bozor. Bozor 11,5 million so'm so'rayapti ekan. Bo'ylari 1.5 shu atrofda. Maydaroq. Ash qizil buqamiz 16 million so'm so'rayapti ekan. Albarakada 16 million so'm. Ha, savdosi bo'lyapti. 16 million so'm. 10 oylik. 10 oylik ekan. Bo'ylari 1.15. Shved nech pul so'rayapti shvedni? 25 kam bor, 25 kam bor. Bunisi-chi? 25 kam bor. Va ikkalasi 25 million so'mdan kam bor ekan. Bo'ylari 1.30 atrofida baland mollar. Bu qizildi-chi, qizildi. 26 kam. Anguschi 60 millionga sotamizmi? 60 millionga o'chog'ini. 26 million so'm kam bor ekan. Angusni bozor 26 million so'm so'rabdi, bermadi. 60 million. Angus.
Angus 26 milyon so'mga beriladi. Boylari 1.25 atrofida. Joyeslari 350 bor. $23 milyon so'm deyishyapti, 18 milyon bozor so'rayapti. 18 milyon so'rayapti bozor. Nech pul so'radi aka bozor? Satildimi? Ha, ikkalasi 44 milyon so'm bo'ldi. 44 milyon so'm. $22 milyon so'mdan 44 milyon so'mga. Bunisi nima paroda bunisi? Nima par? Ekoyim Greyford. Greyford parodadir. 44 milyon so'm. Maydon ovozchilar. Uchalasini nech pul so'radi? Uchalasi 10 milyon so'mdan 30 milyon so'mga. Siz emas, mollar tushyapti. Siz umuman ko'ringaningiz yo'q. 30 milyon so'm, 10 milyon so'mdan. Nech pul so'radi aka buni? 11,5 milyon so'm. Qoranovoz chamiz. Aka nech pul so'radi buni? 12 milyon so'm so'rabdi bozor. Maşallah. Nech puldan baraka bo'pti bu? 53 ming so'mdan taroziga. Gigant buqalarimizdan. $611 kilo. Greyford parodamiz. Nech puldan bo'ldi taroziga? 55 ming so'mdan taroziga. Necha deydi? Qancha bo'ldi? 490. 490 kilo 55 ming so'mdan. Ha, Greyford G'unajin. Greyford paroda G'unajin. $265 kilo. Ana bola? 30 milyon so'm bo'ldi mana. 30 milyon so'm. Aka nech pul so'radi bozor? 10 milyon? 15 milyon so'm so'radi. Bolasi shumi? Ha, bolasi bilan qoracha ekan. Nechinchi tug'ishga? 4-chi bolasi. Bolasi erkak-a? Urg'achi ekan. 4-chi bola, bolasi urg'achi 15 milyon so'm so'rabdi bozor.
Shved qaysini bolasi ekan? Necha so'rayapsiz aka? 300 ga 17 million. 300 kam 17 million so'm so'rayapti ekan. Nechinchi bola? Birinchisi. Birinchi bola 300 kam 17 million so'm, bolasi mana shved. Bolasi erkak a? Erkak. Aka nechi pul so'radi buni? 20 yarim so'rayapti. 20 yarim? Birinchi bola? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola 20 million 500 ming so'm bozor so'rayapti ekan. Bolasi erkak a? Erkak. Bolasi erkak. Nechta suti bor? 8 ta suti bor. 8 ta suti bor ekan. Mana bolasi. Nechi bo'ldi, bobo? 28,5 million so'm. Bolasi erkakmi? 28,5 million so'm. Nechi pul so'radi bozor? 16,5 million so'm. Bolasi erkak a? Urg'achi. Nechinchi bola? Uchinchi bola, bolasi urg'achi 16,5 million so'm. Sementalmi? Urug'dan tushgan a? Urug'dan tushganmi? Yo'q. Novoz qo'yilganmi? Bola semental g'unajincha ekan 16,5 million so'm. Uchinchi bola. Mana sizga 20 millionga savdo bo'ldi. Bolasi qaysi? Bolas mana shved. 20 million so'm bo'pti mana bu. 20 million so'mga chiqdi mana shu. Nechinchi tug'ishga? Bu ikkinchi bolasi. 20 million so'mga mana baraka bo'pti shvedimiz. Bu sotildi 20 millionga. Mana bolasi ham yonida shvedcha ekan. 20 million bo'ldi. 20 million so'm. 20 million shitir pulga. Yigirma million. Bunisini. Buni bolasi erkakmi buni? Urg'achi. Urg'achimi? Urg'achi ekan. Buni necha so'rayapti bunisini? Yo'q, javohir. Lakin Necha so'rayapti aka? Necha deyapsiz? Kam bor. 20 million so'm kam bor ekan. Sigir buqaga kelib turibdi, ikkinchi bola ekan. Bolasi g'unajinmi? Ha, unisi ham. Bunisi ham g'unajin ekan. Mana sigir buqaga kelib turibdi. Necha litr suti bor? Shu 7 ta 8 ta 7 ta 8 ta suti bor ekan. 20 million so'm kam bor dedi. bozor emas, 500 ming olsangiz bering deb qo'ydi. Agar kam 20 million so'mga baraka bo'ldi mana shu sigirimiz. Mana ovlari. Mana bolasi. Nechi pul bo'ldi? 20 million so'm. Bolasi erkakmi? Bolasi hozir. G'unajin. Men sotdim buni. Satdingizmi? Baraka topsin. 20 million so'mga baraka bo'ldi. 20 million so'm. Nechta suti bor? Aka suti nechta suti? 8 taga garantiya berdim, 30 yeb beradi. 8 taga garantiya berdi, 30 yet beradi ekan. Bolasi g'unajin. Nechinchi bola dedi? Boshadi. Yo'q, bolasi nechinchi ekan? 4 ta qancha? Ha, 4-bola ekan. Ha? Ha? Nechi pul so'radi buni? Bozor 15 ham so'rayapti. Bolasi erkakmi? Urg'achi 15,5 million so'm so'rayapti. Nechinchi bola? 3-bolachasi. 3-bola. Bolasi urg'achi 15,5 million so'm. Bozor nechi pul so'radi aka buni? 16,5. Bolasi erkakmi bolasi? Urg'achi. Nechinchi bola? Birinchi bola. Birinchi bola ekan. Yarmini so'rabotdingizki, meni chashdim. Bunisini-chi bunisini? 21,5 21,5. Bolasidan? 21,5 million so'm so'rayapti ekan bozor. Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi 21,5 million so'm. Aka yaxshimi? Assalomu alaykum. Mana bolasi.
16 milyon bu bir 16 milyon. Novoscha ekan bolasi. 21,5 million so'm mana onasi. Ikkinchi bola. Hava çık ketdik. Qadrli obunachilar, endi chempion sigirlar qatoriga o'tamiz. Shved sigirimiz. Mashalloh. Bolasi shumi? Buni bolasi qaysi aka? Yotganmi? Nech so'rayapti bozor? 28,5 million so'm. Nechta suti bor? 15 ta suti bor ekan. Bolasi erkakmi? Nechinchi bola? 3-chi bola, bolasi urg'och. Nima deyapti? Mana bolasi shved. Bozor nech so'rayapti? 25 million so'm bozor so'rayapti ekan. Bolasi erkakmi? Ayol. Novoscha bolasi. Ayol. Ayolmi? Ha, bunachin ekan. Ikkinchi tug'ishi 25 million so'm bozor so'rayapti, bolasi bunachin. Bolasi novoscha ekan, ikkinchi bola 15 ta suti bor. Bozor nech so'rayapti ekan? 35 so'rayapti. 35 million so'm so'rayapti ekan bozor. Uyimda lekin birinchi tuvush gunohim bor. Ko'rsangiz mazza qo'yarasiz lekin aka. Yana uyda bor. Shundanmi? Xuddi shunday ola paroda birinchi tuvush. Hali tish buzmagan. Nech pul u uydagi? Uyani kelishtirib beraman. Nomer aytib qo'ying-da. Mana shu ola parodadan bor ekan. Nechta suti bor uni? U ham 15 ta suti bor. 15 ta suti bor. Birinchi tug'ishga mana shu parodadan bor ekan, ola parodadan. Necha? 99lik, 99lik, 595, 595, 58 35. 58 35. Kimga mana shunaqa paroda kerak bo'lsa, telefon nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Mana bolasi. Qadrli obunachilar, mana shu bitta Angus, bitta Oloto parodamiz, ikkalasi 45,5 million so'mga baraka bo'ldi. 45,5 million so'm. Angus. Mana shu Angus so'rajinimiz. Bozor 19 million so'm qildi. Egasi 25 million so'm kam bor deyapti. Mashalloh. Şeyga pul chaqirdik, şeyga beray.